do'stlarga gapirsa qilmaydi. So'zlar aytma. Ana shu qancha. Rahmat. Assalomu alaykum xonim. O'zini ko'rgan birsizlar. Do'stlarga gapirdim. O'z vaqtida bu odam mana shuncha katta ish qilyapti. Chunki bizani tilimiz ham bir emas, to'yg'imiz ham bir bo'ldi. O'z vaqtida mana aytganlar, "Alisher, sizni joyingiz boshqa joyda boring." O'sha belli joylar hammasi sizga tog' bo'ladi. Ben tushunadi deganlar. Chunki odamlar birinchi ish kelgan keyin hech qayerga qo'yib yubormoqchi emas edi. Lekin shu odamlar meni yuragimda ruhlari emas, o'zlari tiriklar. Mana shu bu ota tengi mana shunchalik ko'p bergan inson, shuning uchun ham hamma vaqt abadiy mana bo'lgan. Biz uchun bizning oilamizga quda emas, haqiqiy do'st, haqiqiy ota, haqiqiy aka bo'lganlar. Ruhlari shod bo'lsin, bizga madad bo'lsin. Hammaga rahmat kelganlar.